Sizni xizmatkoringiz, shu xalqimizning xizmatkori. Noel Hararining kitobini kim tarjima qilgan? Kim tashkillashtirgan? Kim, qaysi nashriyot uni bosgan? Kim uni sotyapti? Ro'yxatga olib qo'ying. Hammasi o'shalarning odamlari. Noel Hararining asarini yarim chaqalik qadri yo'q. Lekin sun'iy shaklda butun dunyoda bestseller kitob qilishlikka harakat qilishadi. Nimaga? O'zlaridan boshqa odamlarni maymundan tarqaganligini, ya'ni tasavvur qildirish uchun, tan oldirish uchun. Bizda ajdodlarimizni Goloboy deyishga harakat qilayotganlar, Boburni Goloboy deyotganlar, Navoiyni Goloboy deyotganlar, bu Buxoriyga shunaqa tuhmat qilayotganlarning orqasida bular turibdi. Bobomurod Abdullalar ularni iflos ichimizdagi xoinlari. Esdan chiqarmang. Bobomurod Abdulla ana shularni ichimizdagi xoinlari.